Assalomu alaykum. Agarda siz mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak siz hujjatlaringizni Koreyadagi universitetlarga o'zingiz topshirmoqchi bo'lib, aqlli qaror qildingiz. Tabriklayman. Koreyada o'qishga qaror qilgan har bir bo'lajak talabi uchun eng birinchi bosqich bu universitet tanlash hisoblanadi. Keling, bugungi qo'llanma orqali qanday qilib universitet tanlash va universitet bilan yaqindan tanishib chiqish haqida o'rganamiz. Juda ham ko'plab Koreyada o'qish istagida bo'lgan yoshlar xuddi O'zbekistondagi oliygohlarda olinadigan kirish imtihonlari kabi Koreyadagi universitetlarda ham mana shunday kirish imtihonlari bo'ladimi deb so'rashadi. Mening javobim yo'q. Sizdan hech qanday kirish imtihonlari olinmaydi. Eng asosiy talab IELTS dan kamida 5,5 yoki TOEFL dan 3 ballingiz bo'lishi. Ballaringiz qanchalik yuqori bo'ladigan bo'lsa yoki maktabdagi, agarda siz magistraturaga kirayotgan bo'lsangiz, bakalavrdagi baholaringiz qanchalik yaxshi bo'lsa, universitetga qabul qilinish va grant olish imkoniyatlaringiz mana shuncha ortadi. Shunday ekan, agarda sizda kerakli til sertifikatlari bo'lsa, undan keyingi bosqich yaxshi universitet tanlash bo'ladi. Universitet tanlayotganda ba'zi bir jihatlarga e'tibor berishimiz kerak. Birinchi navbatda iloji boricha universitetingiz top 1000 talikka kirgan universitet bo'lishiga jiddiy e'tibor bering. Chunki bunday universitetlarning diplomlari O'zbekistonda maxsus sinovlarsiz tan olinadi va shuning uchun O'zbekistonga qaytib karyerangizni boshlashda qiyinchiliklarga uchramaysiz. Shuningdek, bunday universitetlarda ta'lim sifati yaxshiroq va chet ellik talabalar soni ko'proq bo'lgani uchun xorijiy talabalarga yaxshiroq sharoitlar yaratilgan bo'ladi. Undan tashqari O'zbekistondagi Koreya elchixonasidan viza olish jarayoni osonroq bo'ladi. O'zbekistonda o'qishni tanlamasdan begona davlatga shuncha harakat qilib kelganga yarasha va bakalavr uchun 4 yil yoki magistratura uchun 2-3 yil umringizni sarflaganingizdan keyin shunga arziydigan, sizga sifatli ta'lim bera oladigan universitetni tanlang. Xavotir olmang, sizda IELTS dan kamida 5,5 yoki TOEFL dan kamida 3 ball bo'lsa, top 1000 talikka kirgan universitetlarga kira olasiz. Ikkinchi muhim jihat universitetingizning qanday hududda joylashganligi. Ba'zida konsalting firmalari o'qishga qabul qilish ehtimoli yuqori bo'lgani uchun talabalarni juda ham chekka qishloq joylardagi universitetlarga yuborish holatlari haqida ko'p eshitganmiz. Koreyadagi zamonaviy hayot va juda ham yoqimli talabalik davrini his qilish, shuningdek, o'qishdan tashqari ishlar topish osonroq bo'lishi uchun iloji boricha yaxshi infratuzilmaga ega shaharlarda joylashgan universitetlarni tanlashni maslahat beraman. Ko'plab o'zbeklar Seul, Daegu, Daejeon, Busan, katta Gwangju, Incheon kabi katta shaharlardagi yoki shu shaharlar atrofidagi universitetlarga o'qishga kelishadi. Lekin bir jihat, Koreyaning poytaxti bo'lgan Seulda o'qishni tavsiya qilishga biroz ikkilanaman. Chunki Seulda ijara to'lovlari qimmatroq bo'lgani uchun kvartira ijarasi uchun ko'proq pulingiz ketib qolishi mumkin. Lekin Seuldagi juda ham dinamik hayotda yashab o'qishni niyat qilgan bo'lsangiz, niyatingiz uchun kurashish kerak. Masalan, men Seulda o'qimaganim uchun haligacha afsuslanaman. Bu narsa juda katta ahamiyatga ega emas-ku, lekin siz bormoqchi bo'lgan universitet yoki shaharda tanishlaringiz bo'lsa, sizga katta yordamlar tegishi mumkin. Shaharga yoki universitetga moslashib ketishda, ijara uchun turar joy topishda, o'qishdan tashqari ishlar topib berishda tanishlar asqotadi. Lekin tanishlaringiz bo'lmasa ham hech ham qo'rqinchli joyi yo'q. Koreyaning deyarli barcha shaharlaridan yoki universitetlardan millatdoshlarimizni topishingiz mumkin. Koreyadagi o'zbek communitysi yangi kelganlardan yordamlarini va maslahatlarini ayashmaydi. Mana endi qo'llanmaning asosiy qismi. Koreyada joylashgan universitetlar bilan tanishib chiqish va universitet tanlash bo'limiga yetib keldik. Agarda siz o'qimoqchi bo'lgan universitetingiz aniq bo'ladigan bo'lsa, ishingiz ancha osonlashibdi. Agarda siz hali qaysi universitetda o'qimoqchiligingizni bilmasangiz, keling universitetlar bilan tanishib chiqamiz va universitet tanlaymiz. To'g'ri. Janubiy Koreyada joylashgan universitetlar ro'yxatini topish qiyin narsa emas. Shunchaki Google'ga koreys, rus yoki ingliz tilida Koreyadagi universitetlar deb yozsangiz, sizga juda ko'p manbalar ro'yxatlar chiqarib beradi. Hattoki Wikipediyada Koreyada joylashgan universitetlar ro'yxati alifbo tartibida bor ekan. Yoki Janubiy Koreya hukumati tomonidan yuritiladigan Study in Korea ta'lim platformasida chet elliklarni Koreyada o'qishlarini qo'llab-quvvatlash uchun juda ko'plab ma'lumotlar. Shuningdek, GKS grant haqida ham e'lonlar berib boriladi. Eng qizig'i, bu saytdan rus, ingliz va koreys tilidan tashqari o'zbek tilida ham ma'lumotlar topa olasiz. Saytning universitet qidiruvi qismiga kirsangiz, shu joyda ham Koreyada joylashgan universitetlar ro'yxatini topishingiz va ular haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Bu yerda o'zingiz o'qimoqchi bo'lgan shahar, bakalavr, magistratura yo'nalishlari va sohalarga qarab universitetlarni filtrlab qidirsangiz bo'ladi. Lekin men sizlarga universitet tanlashda foydalanishingizni tavsiya qilmoqchi bo'lganlarim oddiygina Google va Study in Korea platformalari emas. Mening tavsiyalarim mana bular. Bular dunyodagi universitetlar reytingini aniqlab beradigan eng mashhur Times Higher Education, QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities reytinglari bo'lib, O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi lex.uzga ko'ra O'zbekistonda mana shu 3 ta xalqaro reyting tan olinadi. Gap isboti bilan bo'lish uchun keling rasmiy manbani ko'rsatib ketaman. lex.uz saytiga kirsangiz ko'rishingiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining xorijiy davlatlarda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlarni tan olish tartibini takomillashtirish haqidagi
620-sonli qarori mavjud. Ushbu qarorga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda Davlat inspeksiyasi qo'shma qarori bilan har yili tasdiqlanadigan xalqaro e'tirof etilgan tashkilotlarning, ya'ni men ko'rsatib o'tgan 3 ta tashkilotlarning reytingida oliy ta'lim muassasalari orasida birinchi 1000 o'rinni egallagan xorijiy ta'lim muassasalarida ta'lim olgan talabgorlarning hujjatlari O'zbekistonda tan olinadi. Bu degani agarda siz top 1000 talikka kirgan universitetda o'qisangiz, nafaqat Koreyada, balki O'zbekistonga qaytib o'z yo'lingizni topib ketishingiz oson bo'ladi. Bir kun kelib ko'pchiligimiz O'zbekistonga qaytamiz va O'zbekistonga qaytgandan keyin sarson bo'lmaslik uchun hozirdan aqlli qaror qilishimiz kerak. Men sizning kelajagingiz va O'zbekistonga qaytganingizdan keyin ham quradigan karyerangizni o'ylab, universitet tanlashda mana shu 3 ta reytinglar manbalaridan foydalanishni tavsiya qilaman. Keling bularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Times Higher Education saytiga kirasiz. Rankings, ya'ni reytinglar bo'limiga o'tasiz. U yerdan 2025-yil uchun dunyo universitetlari reytingini topasiz. U yerda dunyodagi eng reyting yuqori bo'lgan universitetlarni ko'rishingiz mumkin. Birinchilikda hammamizga ma'lum bo'lgan Oxford, MIT va Harvard universitetlari. Bizga ular emas, Janubiy Koreyadagi top 1000 talikka kirgan universitetlar kerak. Shuning uchun Country Region qismidan Janubiy Koreyani topamiz va sayt bizga Janubiy Koreyadagi top 1000 talikka kirgan universitetlarni ko'rsatib beradi. Keyingi reyting QS World University Rankings. Bu saytning ham reytinglar qismidan dunyo universitetlari reytingi bo'limini tanlasangiz, jahondagi eng nufuzli universitetlarni chiqarib beradi. Bizga butun dunyodagi top universitetlar kerak emas, Koreyadagi oliygohlar kerakligi uchun yana ma'lumotlarni filtrlaymiz va Koreyadagi eng nufuzli 1000 talikdan joy olgan universitetlarni ko'rsak bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, Koreyadagi eng top universitetlar talablari biroz yuqori bo'lgan Sky universitetlari, ya'ni Seoul Milliy universiteti, Koreya va Yonsei universitetlari, KAIST va boshqalar. Bir jihatga e'tibor bering, eng nufuzli 1000 talikdan joy oldi degani bunday universitetlarga kirish juda murakkab va ilojsiz degani emas. Koreyadagi 95% universitetlar chet ellik talablarni IELTS 5.5 yoki TOEIC'dan 3 ball bilan qabul qiladi. Ballingiz qancha yuqori bo'lsa shuncha yaxshi, lekin IELTS 5.5 yoki TOEIC 3 ballingiz bilan umidsizlikka tushmang. Uchinchi O'zbekistonda tan olinadigan reyting Academic Ranking of World Universities. Bu saytning ham reytinglar qismidan dunyo universitetlari reytingini tanlab, ma'lumotlarni filtrlash qismidan Janubiy Koreyani tanlaymiz va Janubiy Koreyadagi bu reytingga kiradigan universitetlar ro'yxatini olamiz. Men 3 ta reytingni ham birma-bir ko'rsatganim sababi shundaki, bu reytinglarda universitet reytinglari har xil bo'lishi mumkin. Misol uchun men hozirda o'qiyotgan Chonnan Milliy universitetining reytingi har bir saytda boshqacha reytingda turibdi. Mabodo siz o'qimoqchi bo'lgan universitet uchala reytingdan birortasiga kirgan, lekin qolgan ikkitasiga kirmagan taqdirda ham muammo yo'q. Uning diplomi O'zbekistonda amal qiladi. Shuning uchun iloji boricha mana shu reytinglardan biriga kirgan universitetni tanlashimiz kerak. Universitet bilan ipidan ignasigacha batafsil va ishonchli ma'lumotlar bilan tanishib chiqishning eng zo'r yo'li bu uning rasmiy veb sahifasiga kirib tanishib chiqish. Buning uchun Google ga universitet nomini yozsangiz, birinchidan universitetning rasmiy veb sahifasini chiqarib beradi. Mana shu yerda Google Maps orqali universitetning xaritadagi joylashuvi va atrofida joylashgan shaharlar haqida ham o'rganishingiz mumkin. Demak, universitet saytiga kiradigan bo'lsangiz, siz hamma savollaringizga bemalol ingliz va koreys tilida javob olsangiz bo'ladi. Universitet mustaqil ravishda siz ma'lumotlar qidirishda qiynalmasligingiz uchun hamma ma'lumotlarni tayyor berib qo'ygan. Biz keyingi bosqichlarga o'tishdan oldin avvalo universitet, uning o'qitadigan fakultetlari, beradigan grantlari, kampusdagi hayot va yaratilgan imkoniyatlari, umuman olganda ochiq hamma ma'lumotlarni o'rganib chiqishimiz kerak. Bu yerda men Kyunhee universitetining saytiga sizlarga ko'rsatish uchun kirdim. Siz istalgan boshqa universitetning saytiga kirib, shu ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Admission, ya'ni qabul qismi haqida qo'llanmaning ikkinchi qismida gaplashamiz. Do'stlar, bu videoni ko'rgandan keyin nima bu qo'llanma faqatgina 1000 talikka kirgan universitetlarga yagona kirishni o'rgatadimi degan noto'g'ri xayolga bormang. Siz ushbu qo'llanma yordamida Koreyada joylashgan istalgan universitetga kira olasiz. Shunchaki mening tavsiyam top 1000 talikka kirgan universitetlarga kirishga harakat qilishimiz kerak. Chunki ko'plab top 1000 talikka kirgan universitetlar ham chet ellik talabalarni kamida IELTS 5.5 yoki TOEIC'dan 3 ball bilan qabul qilishadi. Mana endi qo'llanmaning ikkinchi qismini ko'rishdan oldin sizga topshiriq. ChatGPTdan foydalanasizmi, Googledan foydalanasizmi yoki men aytib o'tgan boshqa manbalardan foydalanasizmi? Keyingi qo'llanmagacha kamida siz topshirmoqchi bo'lgan 5 ta universitetning shortlistini tuzib chiqasiz. Shortlist degani bu qisqa ro'yxat degani, demak sizni qiziqtirgan kamida 5 ta universitetning ro'yxatini tuzib, keyingi qo'llanmagacha tayyor bo'lib turishingiz kerak.